Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 9-dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 11.990 so'm 9 tiyin bo'lib 26 so'm 86 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 13.974 so'm 45 tiyin bo'lib 3 so'm 79 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 157 so'm 95 tiyin bo'lib 2 so'm 60 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 82 tiyin bo'lib 6 tiyinga arzonladi. 1 qirg'iz so'mi 137 so'm 7 tiyin bo'lib 31 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultop.uz kanali.